Jeep Tour X Tour mashinamiz tayyor bo'ldi. Juda ham baquvvat chiqqan. 4 ta balon tortadigan. Telegram qidiruv tugmasiga haydovchi bolajon so'zini orasini uzmasdan yozing va bizni Telegramdan kuzating. Cherokee katta balon bo'ladi. 4 ta balon orqasida motor joylashgan. Yumshoq rezina balonli. Amortizatorlari 4 ta tarafida bor. Oldi glavniy chiroqlari obrisovkasi bilan birga yonadi. Tepadagi projektorli chiroqlar yonadi. Orqadagi politsiyskiy ko'k qizil chiroqlar ham yonadi. 2 kishilik, ya'ni 2 yoshli bola sig'adi, bitta 8 yoshgacha bola sig'adi. Rul o'rtada joylashgan. MP3 signallari bu yerda joylashgan. Tablolar ham yonib turadi. Bu yerda bo'lsa tablolar bor. Start stop knopkalari, oldinga orqa yuradigan knopkalar, pult pedal orqali boshqarsa bo'ladi. Orqa zapaskasi ham katta qilib qo'yilgan. Bu plastmassaviy bo'ladi. Hop. Orqa chiroqlari ham yonib turadi. Bundan tashqari ikkita tarafda bagajchasi bor, Tour X Tour. Narsalar savosi bo'ladi. Bu yoq tarafda ham bor. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu 80-90 kilogacha yuk ko'taradi. 100 kilogacha yuk ko'taradi. 12 voltli akkumulyator signatida joylashgan. Pulti va pedallarda boshqariladi. Mashina tayyor. Bu ham baquvvat. Rullari ham juda yumshoq burilishi.